İşletsang bo'lmamdi. Men burundan tartib sana quruq yotqanga atma deytdim. İçip bir qarab baqsang ichida odam bormi yo'q deb, ha? Ulgurmayli aytibetdingmi? Mana nima kuniga qolding endi? Endi etishni mendin-ku. Kelinglar, odam yo'q joyga chiqib etivitinglar. Hamma ishlar Shodining plandek bo'layotganligini, uning faqatla buzilmaydigan chashpaq sondirli bilib olaydik. Yenisi o'lgandan keyin birdan bo'lsammi kallamni yechib kelaychi degan Virobay shaharning o'ttirsidagi o'z ochgan mayyobaga keldi. Hamda bugungi sodning intayin yaxshi bo'layotganligini ko'rib, chiroyli qizlar qarab ko'zining pishini o'ltirdi. Sanchang bo'lgandan keyin sorindagi yoshlar jup-jup bo'lib ketib kelib, bir qiz qilib qoladi. Azaldan ojiz qizlarning beshini silab kelgan Virobay buningga qarab tura olmay yugurib kelib bu qizni qattiq silab turib vaqiraydi. "Ey, bugungi sorinning pulini mush qiz to'landi, ha? Machangda netjup ketdi ko'rishdingmi? Hammangni ketishimsa, ey deganni bilishmamsa." Bechara Mongo Shodini ostoli bo'lsimi yuganning yuzini qilib, sorinning chiqimini ozroq olsin ko'tarib beramiki deb shuncha talmirib qarg'iniga tushliq Shodi asta qilib g'ippini tikib etdi. Lekin vijdoni ko'tarmagan Shodi yana qaytib keldi. Aslida u dushmanlarni sal ozaygantiroq kirsam ishim oson bo'ladi deb qaytib kelgan edi. Oqsa qaytib kelgan Shodi haqiqiy ahvolning hammasini bu qangsha burunning o'ziga qilgan atganlarini hamda o'zining qandoq planlab qisas olganligini amdilikda bo'lsa navbat Virobayga kelganligini aytdi. Virobay bo'lsa o'zining o'tmishda qilgan ishlaridan xijil bo'lib, yuzlari qizirib ketdi. Hamda Shodidan bosh personajlarda bo'lishga tegishli oq ko'ngilligi bilan o'zini qo'yitishni talab qildi. Boshqalarning yo'lliq talablarini azaldan rad qilib baxmagan Shodi Virobayni murodiga yetkazib qo'yib etdi. Mana jahon tinch bo'ldi. Haqqoniyat joyini topdi. Shodimo qiz do'stining intiqomini oldi. Debli turishimga birisi to'satdili Shodiga yana o'q chiqarib qoldi. Bu kim? Nima uchun bunda qiladi? Uning raqibi deh tugmaganmidi? Yilqi "Neni takapati ti nati" degan naqsh deh chiqmaydi. Bu tafsilotlar qiziqsangiz, bu filmning asldagi nusxasini tepib, men deyish xo'shaqmagan keyingi yerim qismini o'zingiz oldirmay ko'rib olasiz.